Inson kuchli tomonini o'zi topolmaydi. Abdulloh ixlos bilan ta'lim olib, ustozimiz Imomi Azam hazratlaridek fiqhda yetuk bo'ldi. Ustozimizni shu qadar yaxshi ko'rar ediki, fiqhda As-Sunan fil Fiqh nomli katta kitob yozib, ustozimizning usullarini, asoslarini qo'llab, tolibi ilmlarga taqdim etdi. Ushbu asar ilm istovchilar uchun go'zal darslik bo'ldi. Ustozimizdan sal kamroq, ustozimiz Imomi Azam milliondan ko'p hadisi sharifni yodlagan, ammo rivoyat qilmas, ko'proq masala yechar, fiqh bilan mashg'ul edi. Hadisi sharifni rivoyat qiladigan har qanday roviydan yaxshi bilgan, sharhlashda ustun bo'lib, ma'nolarni daqiq nuqtalargacha anglardi. 700 mingdan ziyod hadisi sharifni yod bilardi. Doim shunday derdi: insonga ustoz lozim. Mabodo ustoz bo'lmasa, kishi o'zining nimaga qodirligini, kuchli tomonlarini bilolmaydi. Boshqa din vakillari va dahriylar inson kuchli tomonini qidirish kerak deydi. Ammo biz avvalo yosh bolalikdan e'tiqodi butun, ilmli va ixlosli ustoz qidirish kerak deymiz. Aks holda insonning umri uvol bo'ladi. Butun umr yashab emas, shunchaki mavjud bo'lib o'tib ketadi. Men ustozimiz Imomi Azam hazratimizga yo'liqqach, niyatlarimni yanada ochiq qalb bilan qiladigan, yo'limni, yo'nalishimni to'g'ri belgilab oladigan bo'ldim. Shu joyda bir voqeani aytib o'tmasam, ayni mavridini o'tkazib yuborgan bo'laman. Mavaroun-Nahr taraflarda bir ilm dargohiga tuzuk taqvoli kishi haddan ziyod erka va ishga bo'yni yor bermaydigan o'g'lini olib keldi. U farzandining qori bo'lib yetishishini istardi. Madrasa olimi esa unga odobni o'rgata boshladi. Oradan 6 oylar vaqt o'tgach, jigarbandidan xabar olish uchun kelgan ota o'g'lonining xizmatdaligini, dars qilmayotganini ko'rdi. Shunda jahli chiqib, azbaroyi xafa bo'lganidan yerga qarab gapira boshladi. Hazrat, shuncha vaqt oralig'ida hech bo'lmaganda Qur'oni Karimning 3dan birini yodlab olishi mumkin edi. Ammo taom tayyorlash, tahoratxona tozalash, kiyim yuvish, suv olib kelish va boshqa ishlar bilan band ekan. Qo'lini qovushtirib, hatto o'tirmasdan bir chekkada dars tinglayapti. Bunday bo'lishini bilganimda boshqa ustozga berardim. Ruxsatingiz bilan o'g'limni olib ketsam. Ustoz ruxsat berdi. Hatto vaziyatga izoh ham bermadi. Ishning davomi bizga juda qiziq edi. Oradan 2 hafta o'tmasdan boyagi kishi o'g'lini yetaklab olib keldi. Uyalganidan yuzlari qizargan, boshlari egik, zo'rg'a salom berdi. Ustoz deya gapida davom etdi u. Sizning oldingizdan ketgach uyga keldik. Avvallari o'g'lim uyda oldimizda yonboshlab o'tirar, aytganimizni qilmas. Men safarda ko'p bo'lganimdan ancha betarbiya bo'lib qolgandi. Dargohingizdan uyga bordik. To men o'tirmagunimcha o'tirmaydi. Ortimdan yuradi, tursam qo'shilib turib ketadi. Saharlarda tahoratga suv tayyorlaydi, ovqat qiladi. Hatto kirlarimni qaysi vaqt yuvib qo'yganini bilmay qolyapman. Bizdan keyin uxlab, bizdan oldin turadi. Yuzimizga qaramaydi. Istagimizni aytmasimizdan sezadi. Suyaklari yengil, harakatlari tez. Ko'p ovqat yemaydi. So'ramasangiz gapirmaydi. Odobi go'zal bo'libdi. Sizdan noo'rin xafa bo'lib ranjitibman. Iltimosim kechiring. Farzandimni yuzimni qalin qilib yana dargohingizga olib keldim. Qabul qiling. Xizmatingizni qilay. Undan shu 2 hafta ichida chin dildan ichimda rozi bo'ldim. Ustoz tabassum qilib mehribonlarcha shunday dedi. O'sha vaqtda izoh bermaganimizning sababi o'zingiz ko'zingiz bilan ko'ring dedik. Bizda avvalo odob, keyin ilm o'rgatiladi. Bunday uslublarni katta ustozlarimizdan o'rganganmiz. Hatto Abdulloh ibn Muborak janoblari ham 20 yil odob, 10 yil ilm olgan. Hozir ilm tarqatyapti. Odobi yo'qning dini yo'q. Endi o'g'lingizni sekin ilmga bursak, eng qisqa zamonda kutganingizdan ortiq bo'ladi inshaalloh. Shu bilan suhbat tugadi. Bekorga odobga e'tibor berilmasligini yana bir bor tushundik.
Ha, bola aziz, odobi bilan yanada aziz ekan. Yana bir anglaganim shu bo'ldiki, haqiqatda g'azab jahl bilan boshlangan ishlarning oqibati uyat bilan tugarkan.